فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Asqar degan bir qarindishimiz yo'llabdi. Qizlarning chet elda o'qishining hukmi nima? Agar xato bo'lsa, ularning o'qishini qo'llashning hukmi-chi? Tafsil so'rabdi. Endi qizlarningki chet elda o'qish masalasi. Biz oldingi bir programmada deb o'tgandik. Qizlarningki ayollarningki ilm o'rganishining ne kadar muhimligi haqida to'xtalib o'tgan. Uni qayta takrorlamaymiz. Qaysi o'rinda bo'lmasin, ayollar, xususan qizlarningki har qaysi sohada mukammal bilimli bo'lishi nihoyatda muhim. Chunki bir millatning gulinishi, taraqqiy qilishi, rivoj tepishi yaxshi tarbiyalashga bog'liq. Bu yaxshi tarbiyaning asosi oila. Oilada muqim turib avlodni yaxshi tarbiyalashga ta'sir ko'rsatgan ona. Chunki farzandlar bilan ko'pincha birlik qolgan onalar. Erlar ko'pincha sirtdan sho'lan bo'ladi. Shuni ayol hammalarga ilm o'rganish farzda. Bular bu ayollarga favqulodda muhim. Bu shaklda qizlarni cho'qim yaxshi tarbiyalash, yaxshi o'qitish, yaxshi yetishtirish lozim. Boshqa kasbiy bilimlardami masalan o'qituvchilik, doktorlik qatorli masalada yaxshi yetishtirib buni qizlarga o'qituvchi o'tgan ayollarni davolayotgan ishlarni ayollar qilish lozim bo'ladi. O diniy bilimleri halqib, fanniy sohadami ciddi ihtiyoji var sahada mı olan o'xshashmi? Nurg'un ayol o'qituvchilarni yetishtirish lozim, nurg'un ayol doktorlar yetish kerak. Ma'lum kasbiy sohada ham qizlarni yaxshi o'qitib yetishtirish mana bu musulmonlarning ehtiyoji muhim bir diqqatli tema. Ammo endi qizlarni chet elga chiqartish masalalari. Bu masala kelganda biz chet elga chiqartish masalalarini to'xtalishdan burun biz mushaqdagi ayollarning kundalik hayotda nimaga diqqat qilish lozimligi haqida buni o'ylanish lozim. İslamning prinsipi bo'yicha har qanday bir qiz balog'atga yetgandan keyin mana bu mahramsiz safar qilish bo'lmaydi-da. Mahramsiz. Mayli chet elga chiqsin, mayli shu vatanning ichida bo'lsin, mahramsiz safar qilishga, safar degan masalan 150 kilometr aradagi masofaga mahramsiz holatda yolg'iz masalan o'zining oilasidan ya dadasi ya o'g'il bish tuqqanlari ya cho'ng dadasi masalan ya o'zining yo'ldoshi qatorliq o'zining oilasidan bo'lgan ma'lum bir er kishi bo'lmasdan yolg'iz safarga chiqish bu durust emas. Bu masala haqida hech qanday dalil yo'q. Mahramsiz safar qilishi xonim qizlarning bu durust emas. Agar aşk kızını mesela şu ailesinin ya dadası birisi ip çıkıp elde malum bir mekteplerle uğurlaştırıp şeyde bir mahremsiz kalmay yalnız yatmış kalmay okşuk uygulayatkan bir şarayette bulup kalsam bu şekilde uğurlaştırsam bunun da hiç kanda tosalı yok. İslam'da da hiç kanda bunun da şeklimi yok. Tek yakşı İslam'da da şebbis kıldı. Ama kızlarının Meliçet elgi çıksın, melivetenin işli olsun. Şu ailesinin bir özünün aile cemaatinin bir er kişi bulmasın, yalğız haletten yolğuz hep koyuş. Bu şer'en doğru emez. O yolğuz ediş özünün yüzüden mesela Xotan'ın Kaşkay'a mesela ya Xotan'ın Şeriş'in Keriye'ye mesela sen hoş arlıktan Korlu'nun örümcüdeyimiz, mesela Kuçağı'nın Aksıl kadar başında raylığı yalğız yolu sap koşku bulmaydı da çokum aileden birden oluşu lazım. Şundan koşuş chet elgim tekrar uzun sefer olgandıkken aileden bir kişi yok idi. Yalğız yolu sap koşku bulmaydı da. Onda olgandıkken bulağaş öz şütünün işten, özünün yurtda, öz rayını, öz mahallesinde yaxşı bilim alalayotgan şaraitini hazırlaş lazım. Yaxşı şəraitini hazırlap bu xil türdəki İslamda şəkillendirilən mərhələyə birib yetməsi gerek. Endi bunda desek bu adamdan ait qalaq, xurapi
Qarab, mana bu hozir dunyo taraqqiy qilgan desam, qizlar bosh chet davlatlariga birib, ba'zi Amerika, Yaponiyalarga bir fan texnik o'rganishi lozim. Saudiya Arabiston, Turkiya boshqa dinni o'rganishi lozim. Bunda qilaq qilib qilamda degan fikrlar o'tirib chiqishi mumkin. Biz nayti yaxshi, anda yaxshi kasblar yetishsin, yaxshi diniy bilimlarni o'rganib, yaxshi olim bo'lib xizmat qilsin. Buni qizg'in qarshi olamiz. Buning islomni ko'rsatadigan prinsip bo'yicha. Ammo Kitobulloh, sunnat Rasulullohga xiloflik qilib turib, Allohga asiy o'tgan bir ishni qilib turib, kasb egallashga, diniy jihat ma'lumot egallashga sukut qilib bo'lmaydi-da. Bu masala haqida har qanday ishni islom ko'rsatgan prinsip bo'yicha qilish lozim. Masalan, hozir vatanning ichida bilim olishga sharoit yo'q degan fikrlar o'tirib chiqish mumkin. Bu fikrlar to'g'ri. Hozir hatta Xitoy aktiv bordi masalanga. Ishkiriga qizlarni. Masalan, vatanning o'zida asli xotirjam u yerdagi ep ketishni qizni qo'g'dab qiladigan, qizlarni har qaysi bilim olayotgan muhitni yaratish uchun xizmat qilish, tirishchanlik qilish, harakat qilish, izlanish shu rayondagi har bir vijdon egasi bo'lgan erlarning majburiyati. Eng avval shu qizlarni yaxshi yetishtiradigan bilim makonlarni ta'sis qilish lozim, ilmiy yurtlarni ta'sis qilish lozim. Ayında xalagancha qizlarning uydan ep ketgan holatga tushib qilib, buni sukut qilib turib emas, qizlarning ep ketish emas, tikilib qarab qapqasi qaragan odamning ko'zini quralaydigan bir kuch-quvvatga ega bo'lish lozim. Bu haqda buni qo'g'dash erlarning majburiyati. Bu jihatdan shu yashayotgan nashar muhitni mandaq bir yaxshi muhitga o'zgartirish uchun tirishchanlik qilish bu vaqtda izlash kerak. Masalan, qarindishimiz ishkiliga majbur aktiv qiladi degan fikrni o'tirib qo'ydi. Masalan, bir qiz ishiningki birini tanlashga majbur. Ya vatanning o'zida qap qilib, ayda majburiy zolim tarafdan ishkiliga aktiladi, oila imkonsiz. Yoki uni olib ketmagan taqdirda ham ashida yetdi shush orqali nobud bo'lib ketish ehtimoli bor. Xo'sh. Bunda bir ahvol. İkinci yoki chet elning ma'lum bir davlat chiqib, yaxshi bir islomiy ta'lim tarbiyalab, o'zining iffat axloqini qo'g'dash ma'lum bir sohadan yetishib qolish ehtimoli bor. Bunda hali duch kelgan vaqtdan islomning asosiy prinsipi ikki zararga duch kelgan vaqtdan ikki zararning yengilrog'ini qilib, yengil ziyonni tatib turib, cho'ng ziyondan saqlanish lozim bo'ladi. Ma'no kelganda ham mahramsiz sirtqi qilib qilish, ham zayo bo'lib ketish, buning oldini olish uchun mahramsiz safar qilishni biz ziyonni tatib, ma'qul ahvolda qizlarga nisbatan bularni jamiyatga aralashib qilib nobud bo'lib ketgandan ko'ra, yo zolimning qo'li orqali ishga o'lkalar boshqa aktiv dafsada qilingandan ko'ra, uni yolg'iz safar qilib bo'lsa-mu, chet ellarga chiqib, chet elda yaxshi xotirjam tarbiyani qilishiga harakat qilish, buningga izlanish, mana bu munosib bo'lgan bo'ladi. Manda bir ahvol o'tish kelganda buni tanlash lozim. Ammo xil sahdagi qizlarning chet el maktabga o'rilishi, yaxshi yetishishi, chet el chiqqanda zayo ketmay, yaxshi yaramli odam bo'lish uchun yordam qilish shu rayondagi har bir vijdon egasining majburiyati. Vaqti yordam qilsa, yaxshi ish qilgan bo'ladi. Ammo o'zining oila jamoat tinch pok turayotgan qizni oiladan mahramsiz ochqib, mahramsiz safar qilishni iborat xato ishni ishlashga bo'lmaydi. Ammo masala haqida sharoit qarash lozim bo'ladi. Sharoit qarab, agar masalan cho'ng shaharlarda bolalarni uyga solib qo'yishning imkoniyati bo'lmaganda ekan, jamiyatga aralashib qilib, zayo ketish ehtimoli bor. Chunki axloq tarbiyasi, islomiy tarbiya yetarli yo'q. Zayo ehtimoli bor. Yoki ayndoq zolimning qo'li orqali bosh xoligan o'rinlarga olib ketilib, bu oila jamoat hech qanday bir qo'g'dab qilish qodir bo'lolmay, bir dafsanda qilish ehtimoli bor. Manda ahvolga duch kela olsam, ana vaqtda qizni bir amal chet elga o'sib yo'lga silib, ana saqlab qilish lozim bo'ladi. Rahmat sizlarga. Tunda yana bir savol. Hurmatli ustoz Abdukim Mahsum, biz namoz o'qimaydigan, ammo o'zini musulmon deb yuradigan odamlarning musulmon yoki emasligi haqida ig'ir ixtilof orasida. Shunga bu vaqtda aniq tushuncha bergan bo'lsalar.
Bu mesele hakkında qanday adam La ilahe illallah Muhammed Resulullah deb iymon aytgan. Iymon aytgandan keyin Kitobulloh, sunnat Rasululloh deb buyurilgan bütün farz ibodatlarni bajarib keltirishi. Kitobulloh, sunnat Rasululloh cheklangan barliq ishdan qat'iy saqlanish buning gardingi farz bo'ldi. Shu qatorda bu iymon aytgandan keyin bu kishining gardiniga farz bo'lgan muhim ibodatlarimiz namoz farzda. Namoz farz bo'ldi. Endi bizning hozir vatanda duch kelayotgan masalalar nurg'un kishilar bor. Biz alhamdulillah musulmon deydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah to'liq deydi. Alloh ishini qilganligi, Qur'onga ishini qilganligi, payg'ambarimiz ishini qilganligini tamom takror deb turdi. Namoz o'qimaydi. Ba'zi zakatni bermay qolib qoladi. Boshqa ba'zi xatochilik qilib qoladi. Endi bu xil turdagi insonlik nima deb baho beramiz? Demakchi, savol so'rashning maqsadi. Xo'sh. Endi mush kishilarga qanday bir baho beramiz degan masala haqida islom dunyosidagi islomiy firqaning ko'z qarashi birdek emas. Eng mutlaq ko'p sonliqni tashkil qilgan ham buni hidoyatning ustida baho berilgan ahli sunna va jamoa deb atalgan mu cho'ng iqimdagining ko'z qarashi bo'yicha bu da la ilahe illalloh Muhammed Resulullah degan ekan, mu'min musulmon hisoblanadi. Gerçi namazı terk etiş, başka rozini, başka ibadetleri terk etişlik günah-ı kebirini işleyen bolsa mı? Bu günah-ı kebir aralık İslam'ın dairesini çıkarıp etilmeydi. Yani mümin Müslüman katarının sanıdı ama şeriatte buyurulgan farz ibadetini kılmaganlığı, şeklengen haram işini kılıp kalganlık için fasık, asi müminlerin katarının hesaplanıdı. Bunu pasık Müslümanlığın katarını sanayımız. Hep mağbunç baha verdi. Özünü İslam'a nispet bir tıkan şu firqalarının içinden havaricda firqası. Her kanda bir günah kebirini işleyitken bir adam. Bu İslam'ın dairesini çıkıp gidiyordu bana. Bu Müslüman emez. Hep baha verdi. Endi bu şu hususen namaz hakkında nurgun teşdid, tehdit mezmunlu hadisde var. Mesela men tereke salat mutaammiden fakat kafir degen o'xshash ondan boshqa shu hadislarga asoslanib turib biz turkum hozir salafiy tijat ulamoning asos qanot turkum ulamolar namoz qasddan tark etgan odam kafir bo'ladi degan ko'z qarashlarga biriqliq. Endi buningdan eng sog'lom to'g'ri ko'z qarash bu haqda la ilahe illalloh Muhammed Resulullah deb Muşununga şengendin ki muşhildeki cinayetini sadır kılan adamla pasık Allah'ın itaatini çıkan pasık Müslümanlığın katarını sanıdı degen mab fikirdeki ulemalının delili kuşluk bu mesele kadar. Şunu biz hususen köp sanlık küfrünün ket yaşavatkan ya küfrünün müslimlik as yaşavatkan bu yüzden İslamiyetini ügütüş fırsatı yollamavatkan Mahdi kişilerine nispeten texmi yaxshi o'yinish, ular musamahat bilan kengchilikdan muomala qilish to'g'ri keladi. Buning hatto salafiy tijat ulamoning ko'z qarashi buning kelganda ixtilof yo'q, bular kengchilik qilish lozimligi haqida. Bu xil rayondagi xususan bizning vatanimizga o'xshash kishilarning mush xillik namoz o'qimaslik yo boshqa ishni qilmaslikka o'xshash ig'ir jinoyatni sodir qilganlarni fosiq musulmonlar qatoridan deb sanab turib, bularni islomiyatning doirasidan chiqarib etmaslik lozim. Aş pasıqlıqını tüzütüş üçün davamlıq veriş gerek. Davamlıq dəvət qılıb, İslamını yaxşı ögütüb bulğan, aşı pasıqlıqdan qutulduruş üçün xizmət qilish lazım. Bularni İslamiyyətin dairəsini çıxarıb etiş gibi olmaydı. Onun için tamamen alaqını üzüb sen deyin əmdika apırıb getdin dəplam taşlıb etiş. Bu İslamның royuna uyğun olmaydı. Bununla biz madami ki bunun İslam'ın Müslümanların sefetini çıkarıp bulmaydı degen ekenimiz Kitabullah sünnet Resulullah delil lazım bizge. Bunun keltirip çıkan delil meselen Enes ibn Malik radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği bir hadisinde dedi. Dedi Resulullah yahruc minen nar men qala la ilahe illallah ve fi kalbihi veznu şairetin min hayr.
Resulullah deydi ki, La ilahe illallah degan her qanday adam mush gapni degan payt qalbida bir apının apı degan kichik narsa. Apıchaqliq bir yaxshilik bor holat ko'nglida. Ko'nglida ashunchalik bir yaxshilik bor holatdan ash gapni degan bo'lsam, bu do'zaxdan chiqadi o deylik. Do'zaxdan chiqadi. Buning do'zaxdan chiqadi degani musulmon degan bo'ldi. Kafirning do'zaxdan mangu chiqmayotganligi tekrar oyat hadisi bor-da. To'g'ri. Peygamberimizning o'sha hadisi bu do'zaxdan chiqadi degani bu musulmon sanadi degan bo'ldi. Musulmon sanadi. Degani bu odamni siz islomiy satdan chiqarib olmaysiz degan bo'ldi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qildi. Yani hadisin devamı deydi ki ve yahrucu minen nar men qala la ilahe illallah fi kalbi veznu burretin min hayr. Ve yahrucu minen nar men qala la ilahe fi kalbihi veznu zerretin min hayr. İkinci cümlesinde senin kalbinde buğdaycılık, yaxşılık bahalattan la ilahe illallah degen adam do'zaxdan chiqadi deydi. Üçüncü cümlede senin kalbinde zerreçilik, en küçük dersemdi bu. Günün padbilik içarlık mesela, bir tozandığı içarlık, bir yaxşılık kalbinde bahalattan la ilahe illallah degen adam do'zaxdan chiqadi bu deydi. Degenem bu Müslüman degen bir adamdı bu. Bunu rivayet qilgan ravi, yani bir rivayette aş hayır degenin orada iman dep ba dep mandam rivayet qilgan. İmanın içinin kalbiden apçılık, ya buğdayçılık, ya zerrecilik iman var. Şu haletten la ilahe illallah Muhammed degen adam do'zaxdan chiqadi o deylik Peygamber Aleyhisselam. Bu hadis sahih hadis İmam Buxoriy rivayet qildi. Muş hadisten bir zerrecilik hayır ya iman kalbide bahalatda la ilahe illallah degen adam do'zaxdan chiqadi o deb Peygamber Aleyhisselam aşının mümin musulmonligiga guvohlik berayotgan yerda bunu İslami sahadan çıkarıp etiş. Bulapmım köp sandığı küfürün işte yaşavatkan az salık Müslümanlar karta. O İslamiyet'in davet kılış, ügüdüş pürüstüğün bulmavatkan zayınlar karta. Bunu İslami sertini çıkarıp etiş. Onun tekemi zulüm boğamırdı, doğrumaydı. Bunun ornuna onu sen sepanda, kayıtında tutup durup devamlı hizmet işleş ağırlık onun terk edivatkan perizli kıldığanga. Kılıvatkan haramlı terk ettiğanga hizmet işlep, ıslah kabul ediş, terbiye ediş lazım oldu. Yani bir hadiste dedi ki bu hem Ebu Malik'in rivayetine hadisken onun dadısını rivayet etti dedi o. Ben Resulullah'ın dedi Resulullah men kâle la ilahe illallah ve kefere bima yu'bed min dunillah harrumu maluhu ve demuhu ve hisabuhu alallah dedi. Ben Resulullah'ın şu dediğini anladım dedi abi. Resulullah dedi ki, kandak adam la ilahe illallah dese ve Allah'ın başka ibadet kılınavatkan varlık neresinden vazgeçse fakat la ilahe illallah Allah'ın başka kişiler inanı çokunavatkan batıl ilahlar, butla başka nerseler mesela dağıtla. Bunun tamamen vazgeçip onun boş yapını değerlisem bana bu kişinin meleği keni haram. Bunun cinağa, mal mülkiye terörist kılışı olmayı dedi. Degenem bu Müslüman hesabını degen burada. Dep girip hadisinin ahir peygamber ve hesabuhu Allah. Bunun hesabını Allah vesalat. Onun bazı günahı kebirini başka kişinin sadır kılışı mümkün. Bunun hesabını Allah alır. Bunun hesabını Allah koysunuz. Siz bunun mümin Müslüman katarısına hissiz. Deydi de. Bunda oğlandıkken Muhammed'e gelgende biz bu hadis İmam Müslim'e rivayet kıldı. Madem ki Sahih Müslim, Sahih Bukhari'de meşhur kitaplarda mahil mezmundaki hadisde tekrar bağımdı. Hadiste bu oğlandıkken biz mahil türdeki kişinin bir kıtımlık namazı terk ediş, aralık günahı kebirini işlişi. Mesela bir kıtımlık başka şeyine çeklengen kabi haram işini kıpsırışı, arkalık onun İslami septini çıkarıvetiş, onun tamamen münasebetini üzüş, onu septin sırtını kaldırış. Bana bu İslam dinini yetkizişten ibaret hikmetke, davetin hikmetke uygun gelmeydi. Bu doğru münasip olmaydı. Şu an bu şekilde biz mahilde kişinin mümin Müslüman sanayımız ama resmi normal Müslümanlar ya en takvadır yakşı Müslümanların katarı demez. Pas Müslümanların katarı. Müslümanların bir kaçı mertebe bölündü bu. Müslümanın şey
fasık Müslümanlığın qatarında sanıldı ama bunu normal Müslümanğa, normal Müslüman, salih, takvadar Müslümanlığa qo'shilishi shu martabaga kirish uchun davomli qatnashib tushganlar xizmat ishlash lozim bo'ladi. Ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli televideniyelar, shunday qilib bu qatimqi savol-javob programmamiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qatimqi yangi bir son programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي